Bugun biz sizlar bilan uy sharoitida me'daga tegmaydigan achchiqqina mastava tayyorlaymiz. Mastavani tayyorlashda bizlarga kerak bo'ladigan mahsulotlardan biri asosiysi bu go'sht. Mastavamizni tayyorlashda bizga qo'yning son qismi va qo'rg'u qismi kerak bo'ladi. Go'shtlarimizni bo'laklarga bo'lib olamiz. Go'shtimizni lahm joylarini ajratib oldik. Endi bularni to'rtburchak shaklda kesib olamiz. Go'shtlarimizni to'g'rab oldik. Endi navbat sabzavotlarimizga. Bizga kerak bo'ladi kartoshka, piyoz, sabzi, sholg'om, pomidor, bulg'or qalampiri, sarimsoq, garmdori. Mahsulotlarimizni to'g'rab oldik. Endi qo'rishni boshlaymiz. Qizib turgan qozonimizga yog'imizni quyib olamiz. Quvurg'alarimizni baland olovda qovurib olamiz. Ozgina tuz beramiz. Quvurg'alarimizni yaxshilab qizartirib oldik. Ana endi ularni ko'tarib olamiz. Endi navbat lahm go'shtlarimizga. Go'shtlarimizga mazali tuz beramiz. Kashnik solamiz. Zira solamiz. Yanchilgan qora murch, lavr yaprog'i, achchiq qalampir va nihoyat sarimsoq. Endi yaxshilab bularni aralashtirib olamiz. Endi piyozimizni solamiz. Tomatimizni solamiz. Pomidor. Sholg'om bilan sabzini ham sug'oramiz. Endi bulg'or qalampirini solamiz. Endi kartoshkalarimizni sog'olamiz. Oxirida oldindan qizartirib olgan qo'rg'alarimizni sog'olamiz. Mastavamizga sut solsak ham bo'ladi. Lekin biz molli son suyagida 4-5 soat qaynatilgan bulyon solamiz. Mastavamiz yanada mazaliroq va shirinroq bo'ladi. Ana endi biz qozonimizga bulyonimizni solamiz. Mastavamiz qaynab chiqdi. Olovimizni pasaytirib 45-50 daqiqa qaynatamiz past olovda. Ana endi mastavamizga guruchni ham solsak bo'ladi. Mastavamiz tayyor bo'ldi. Ana endi uni dasturxonga tortiq qilsak ham bo'ladi. Siz bilan birgalikda tayyorlagan mastavamiz tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha.